Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Vodnikda 4 qavatli toza qurilgan domimizni 4-qavatında 2 xona 54 kvadratli sotuvga qo'yildi. Arzon narxda birgalikda danışib o'tamiz. Yurtdoshlar 4-qavatga geldik. Ne lestnisasini ko'rib turibsizlar, mramordan ekan. Podyezdlarimiz ham keng tushgan. Xudo xolasa o'zi epab solingan dom bu. Toza qurilgan 4-qavatdamiz. 3 xonadondan tushgan ekan yurtdoshlar. Oyoqdimiz 100% laminat ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Döşenlik tuttu yerde. Doğru gelip yaşamadım. Bir tarafımızda zal boladı. Bir hoş zonamız içinde gençken umaylıkla koyulan suyla gep tuttu. Gazdan mamma yok. Su sivetten. Bez nasos yet tuttu. Keyin nasosam koyulgan. Her ihtimala karşı. Birimiz sanız yer. Şimdi gördüğünüz deyin. Çıraydı. Duşlanam koyulanlar. Zamonaviy eshiklarimiz ukrainskiy yaxshi sifatli eshikdan o'rnatilgan. Oboylarimiz moishi oboylardan urilgan. Şimdi high-tech lyukslar bilan qistirilgan. Birimiz oshxona bo'ladi. Современный gaz plitalar, kuxnya mebel toza qo'yilgan ekan. Двухконтурный kotelimiz Stanley teplый pol ekan ham birimiz. Koltuklar ham urilgan ekan. Bir yanımız spalni bo'ladi. Yine televizor uchun bir chiroyli zona qilganlar. Yurtdoshlar. Registrlarimiz o'rnatilgan. 54 kvadrat. Bir yanımız zal. Şimdi patologlarımız asfaltçiler bilan ishlangan. Yurtdoshlar bahosini aytib o'taman. 435 milyon so'm ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog'lom bo'linglar, ishlaringizga omad.